Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana Popima G'urunqula shahridamiz. Bu joyda biz bir oy oldin mikro tamom berganmiz. Mana qolgan tadbirlar ham chiqdi. Ko'rishlar mumkin. Juda ham chiroyli holatda. Kafe ishlari ham bitgan. Ko'rishlar mumkin. Ichkariga Cho'skan kod zavodidan Doychek deb nomlanadigan uchatimizni olib kelganmiz. Mahsulotlarni olib tayyorlasangiz biz borib chiroyli qilib o'tkazib beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.